Mübarek bolsun. Siz belki hazır hareketni asıltıp minishni başlagan bolishingiz mumkin. Miniyotgan vaqtingizda atrofingizga barliq narsalarga qarab beqing. Mayli binolar bo'lsin, mayli odamlar u yoqdan bu yoqqa minib yurgan bo'lsin, yoki mashinalar bo'lsin, yoki yomg'ir yig'ayotgan bo'lsin va yoki qor yig'ayotgan bo'lsin, yoki havo ochiq bo'lsin, balkim siz dengiz sohilida bo'lishingiz mumkin, balkim qumliqda bo'lishingiz mumkin, balkim va yoki degandek. Mayli qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, nada bo'lishingizdan qat'iy nazar bu asli muhim emas. Siz ichingizdan urg'ib turayotgan hayotning kuchini his qilishga boshladingiz. Mushuning o'xshash xushalliq daqiqalarni tabriklash bo'lsa, hayotimizdagi eng muhim ishlarning bir qismi. Men ishonamanki, siz hayotingizning eng oxirgi bosqichlarida barliq hamma narsalarni eslay olmaysiz. Siz faqatla ma'lum daqiqalarni eslay olasiz. Siz balkim nihoyat jiq narsalarga erishgan bo'lishingiz mumkin. Biroq sizni haqiqiy rozi qila oladigan, siz erishib bo'lgan narsalar bo'lmasdan, balki dal shu narsalarga erishgan daqiqadagi tuyg'u xolos. Şunlaşqa hazır minishingizga agishib, mushu daqiqani o'ylab beqing. Mushu daqiqadagi, mushu sahardagi, mushu tushdagi, mushu tushdan keyingi, mushu kashdagi qaysi tuyg'ularni yaxshi ko'rdingiz? Qaysi narsalar allburun qaltis bo'ldi? Nimalar sizni faxrlantirdi? Nimalar sizni hayajonga soldi? Zodi nimalar? Agar siz hayajonlanishni xohlasangiz, nimalar sizni hayajonga sola oladi? Siz nimalardan minnatdor? Siz kimlarni suysiz? Kimlar sizni suydi? Balkim siz uchun xushal bo'lgan alayda daqiqalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Balkim siz ota-onangiz, yo'lchingiz yoki ayolingiz yoki bolalaringiz va yoki yaqin do'st birodarlaringiz tarafidan illiq quchoqlashga erishgan bo'lishingiz mumkin. Balkim siz ma'lum bir aylan bilan hayajonliq ilkida ko'rishgan bo'lishingiz mumkin. Bu bo'lsa intayin bir xushallik daqiqalar. Balkim sizga kutilmaganda yaxshi o'y fikrlar kelgan daqiqalar bo'lishi mumkin. Balkim siz charchash his qilganda yoki voz kechay deganda tishingizni ishlab oldiga mangan daqiqalar bo'lishi mumkin. Men qaysilarining siz uchun qaltis daqiqalar bo'lganligini bilmayman. Balkim biror qitimliq telefonlashish, balkim biror qitimliq qizg'in suhbat, balkim bir vaqt mazillik tomoq yoki sizni ta'sirlantirgan biror muzika. Siz mengvatqach ashu qaltis daqiqalarni o'ylang. Qaysi qaltis daqiqalarni o'ylagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingizni ashu qaltis daqiqalardagi tuyg'ular bilan to'ldiring. Mana bu ajoyib isil tuyg'u. Texmi qaltis his qilayotgansiz. Bilaman, siz chuqum intayin yaxshi kayfiyatda, siz intayin qaltis tuyg'ular ichida. Men hozir sizni nihoyatda oddiy bir ish qilish orqali mushu kuningizning to'liq muvaffaqiyatli bo'lishiga yetaklayman. Oldimizda kelmoqchi bo'lgan mushu kunni o'ylab boqaylik. Agar hozir kech bo'lgan bo'lsa, atini o'ylang. Attigan bo'lsa, tushdan keyin o'ylang. Tushdan keyin bo'lsa, kechni o'ylang. Shunlashqa bugungi kun bo'lsa, yana bir qaltis fursat. Esingizni ching tuting. Xuddi men burun degandek biz o'zimizning har bir kunini o'zimiz barpo qilamiz. Demak, bizning hayotimiz mushu kunlar orqali vujudga keladi. Biz mashq qilayotgan mushu kunning eng oxirgi daqiqasida turib, mushu kunni allburun oxirlashdi deb, mushu kunning qanday o'tganligini bir ko'rib boqaylik. Bugun qilgan muhim ishlarimizga nazar solib boqaylik. O'zingizni sog'lomlikroq qilish uchun qilgan barliq ishlaringizni o'ylang. Siz nishoningizga yetib qolmasdan, balki yana haqiqiy huzurlandingiz. Shundoq siz ashundoq o'ylang, ashundoq tasavvur qiling. Mushu kunni oxirlashdi deb qarasak, hamda siz mushu kunni yoqtirgan bo'lsangiz, butun tafsilotiga diqqat qiling. His qilib boqmagan ishlarni his qildingiz, anglab boqmagan ishlarni angladingiz. Hayotning har bir ritmiga intayin sezgir bo'lib ketdingiz. Hayotga yangicha ma'nolar bilan, yangicha tuyg'ular bilan qaradingiz. Ko'rishmoqchi bo'lgan odamlar bilan allburun kulishib, xushallik bilan ko'rishib bo'ldingiz. Ularning kulganligini ko'rdingiz. İşleriniz oңushliq bo'ldi. Bugungi kundagi xushalliklaringizni ko'rdingiz. Xuddi biz burun qilganimizdek o'zimizni ruhlantiradigan vaqt keldi. Bu kunni bir g'alaba deb his qiling. Bu kunni bir yaxshi o'tkazgan kun deb qarang. Nimani ko'rdingiz? Nimani his qildingiz? Bugun nima yuz berdi? Minnatdorlik his qilyapsiz. Yurakingizning yanada jonli holatda so'qotganligiga minnatdor bo'ling. Quloqingizning mushundaq yaxshi paranglarni anglayotganiga minnatdor bo'ling. Ko'zingizning kulkilarni ko'rganligidan minnatdor bo'ling. Raqobatlardan, yangi fursatlardan, xushalliklardan hammasidan minnatdor bo'ling. Terilaringizning narsalarni seza oladiganligidan minnatdor bo'ling.
Burningizning hayotlik uchun nafaslanadiganligini, puraqlarni puralaydiganligini, og'zingizning ne taomlarni techalaydiganligini, o'z fikrini ifodalay oladiganligidan intayin cho'nqur minnatdor bo'ling. Mana bu hayotning haqiqiy ta'mi. Bu kunni ajoyib kun deb his qiling. Bu birinchi CD plastinkasini oxirlashtirishdan burun badaningizdagi energiyani qo'zg'ataylik. Ko'krak qismingizda 5 to'lqinlik bir taxsi bor deb tasavvur qiling. 5-to'lqinda siz shundoq zo'r hayotiy kuchga erishsiz. Uningda shunchalik kuchli xushallik, shunchalik kuchli hissiyot, shunchalik kuchli baxt tuyg'usi, shunchalik kuchli kuch-qudrat bor. Siz bu kunning tezroq boshlanishini saqlab tura olmaysiz. Birinchi to'lqinni ochdik. Mushu kunning go'zalligini his qiling. Bu hayotning energiyasini his qiladigan nima degan go'zal fursat. Qani his qiling. İkinci to'lqinni ochdik. Siz o'zingizning bargan siri kuchtingir bo'lishga boshlaganligingizni his qildingiz. Har bir to'lqinni ochganda siz bargan siri kuchliroq, bargan siri xushalroq, bargan siri baxtliroq his qilyapsiz. Bargan siri kontrol qilish kuchingizning ish barganligini his qilyapsiz. His qiling. Huzurlaning. Texmi kuchliroq. Intan yaxshi. Dam shunday his qiling. Üçüncü to'lqinni ochdik. Siz asta üst yetilayotganligingizni his qiling. Badaningizning bargan siri sog'lom bo'lishga qarab yuzlanganligini his qiling. Nafsingizning kuchayotganligini his qiling. To'rtinchi to'lqinni ochdik. Hech qachon paydo bo'lib boqmagan kuch-qudrat paydo bo'lishga boshladi. Hayotingizda bir sehriy kuch bor. Badaningizning bir sehriy kuch bor. Siz yüz berishni xohlaydigan har qanday ishni yarata oladigan bir xil sehriy kuch bor. Sehriy kuch kuchayotdi. Bu sehriy kuch nafaslaringiz orqali butun badaningizni kuchaytiradi. Dal shunday. His qiling. Intayin yaxshi. 5-ci to'lqinni ochdik. Bugun bo'lsa bir sovg'at. Sizning hayotingiz bo'lsa bir sovg'at. Sizning hayotingiz bo'lsa beradigan, o'rtoqlashadigan, o'sib ketiladigan, o'ziladigan bir fursat. Hayotingizning har bir daqiqasini qadrlang. Hayotingizda bor har bir odamni qadrlang. Biling, har bir ishning yuz berishining sababi bo'ladi. Yuz bergan har bir ish siz uchun xizmat qiladi. Qani bu sehriy kuchni his qiling. Bu sehriy kuchni yana bir qatim his qiling. Biling do'stim, bugun siz uchun nihoyatda qoltis bir kun bo'ldi. Siz mushkul his tuyg'ular bilan ikkinchi CD plastinkasidagi muvaffaqiyatning siri degan temani anglasangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsin-ki, bugundan boshlab qaynoq hissiyat bilan yashang. Esingizda bo'lsin, bugundan boshlab qaynoq hissiyat bilan yashang. Rahmat, omad sizga yor bo'lsin.